Rasulullohning huzurlariga Jabroil alayhissalom keldilar. Ya Rasululloh, hozir huzuringizga zavjangiz Xadija xonim kiradilar. Alloh meni Xadija xonimga salom ayttirib yubordi. Men sizning huzuringizga Allohning salomini Xadija xonimga olib keldim. Xadija xonimga Allohning salomini ayting va mendan ham salom ayting. Bir muddat o'tib Xadija xonim kirdilar. Xush xabar senga ey Xadija dedilar. Jonim sizga fido bo'lsin ya Rasululloh, labbay dedilar. Do'stim Jabroil keldi. Alloh senga salom aytibdi. Senga Allohning salomi bo'lsin. Do'stim Jabroil ham senga salom aytdi. Jabroildan ham senga salom bo'lsin. Shunda onamiz Allohu salam va minhu salam va alayhi salam va ala Jibrili salam dedilar. Allohning o'zi salom sifati. Allohimdan menga salom bo'libdi. Mendan ham Allohga salom bo'lsin. Do'stingiz Jabroilga ham salom bo'lsin deb onamiz ham Alloh va uning elchisiga salom aytdilar. Tasavvur qilyapsizmi? Alloh ayol zotiga salom beryapti. Bu salom kelishi uchun inson qanday bo'lishi kerak?